来的教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Asqar。今天我们要学习的是第1单元的语法。birinci dersninki grammatik sünüğünümüz。有的同学呢，一听到语法我就觉得天哪，我怎么会学会语法？Bəzən savaqdaşlar müş grammatikini anlasılam ki, mən hər gözüne mən grammatik degan nərsəni edib。其实没有那么难啊，没有你想的那么难。我们呢，一起来看一下啊。还有一个地方，对，咱们上一次这个由于时间关系呢，我们把这个什么放了一下啊，看一看，学一学呢，会要不要多。那么在学这个语法一点通之前呢，咱们一起来把这个看一看，学一学，跟老师呢一起看一下。这是19个援疆省市啊，就是 19 新疆的yardım berip atkan ülke şehirlerinki isimleri。那么咱们都知道啊，咱们这个中国有多少个省呀，然后有多少个市呀等等。那bularni biz birinci ilaqi kısımdalar öğrendik。那现在呢，我们来看一下啊，北京市，就是北京şehri，也是我们的首都啊，天津市，天津呢，在这个北京的旁边，离北京很近啊，北京那个音的。河北省啊，河北ülkesi。那我先整个都说一下吧。山西省呢是山西ülkesi，辽宁省辽宁ülkesi，吉林省吉林ülkesi，黑龙江省黑龙江ülkesi，上海市上海şehri，江苏省江苏ülkesi，浙江省那浙江ülkesi，安徽省安徽ülkesi，福建省福建ülkesi，江西省江西ülkesi，山东省山东ülkesi，河南省河南ülkesi，湖北省湖北ülkesi，湖南省湖南ülkesi，广东省广东ülkesi，深圳市深圳şehri啊。那接下来跟老师一起读一下：北京市，天津市，河北省山西省，辽宁省吉林省，黑龙江省，上海市，江苏省，浙江省，安徽省，福建省，江西省，山东省，河南省，湖北省，湖南省，广东省，深圳市。好，那这个是我们的这个19个援疆省市。那接下来我们来看一下我们的这个语法一点通啊，今天我们要学的语法点一共是4个。第一个呢是要是，birinci要是，ikincisi为了。第3个是语气助词了啊，第4个是什么什么了，什么什么就啊，什么什么了，什么什么就。那我们一个一个来看啊。第一个连词包括句子要是
用在前一分句提出一种假设，那就是要是degan bu so'zni birinchi tarmoq jumlaga qo'yib turib bir parazni so'zlaydi va paraz 就是说 agar munda xo'p qolsa agar anda xo'p qolsa degan vaqtimizda 要是 degan bo'ladi. 后一分句 keyingi tarmoq jumlada 说明在这种情况下会出现的结果, ya'ni bu xil paraz ostidagi yuz beradigan natijani ko'rsatib beradi. 后边分句常常有 keyindagi tarmoq jumlada ko'pinchisi 就 yoki bo'lmasa na, nama 等 so'z shu qatorliq so'zlar bilan ulab chiqaradi. 那意思就是说要是 degan bu so'z nimani so'zlab beradi? Biri parazni so'zlaydi va keyiniga odatda 就 yoki bo'lmasa nama degan so'z bilan ulab ikki tarmoq jumlani chiqaradi. Andan keyin buning ma'nosi nima bo'lib mangdi desak, agar degan bo'lib mangdi. 那我们知道 agar deb yana bir 如果就 deydiq. 如果就 bilan 要是就ikkisiniki ma'nosi o'xshab ketadi. 那如果就比较正式, andan keyin sal bundaq kitobiy tillar tarafga qarab mangan vaqtimizda 如果就 ni ishlatamiz. 那要是 ig'iz tiliga texmo yaqin, 更口语化一些啊，更口语化一些。那这个我们来看一下。首先呢，这个咱们说这个要是就 degan buniki ma'nosi agar, masalan 要是 A 就 B degan bo'lsa, agar manda bo'lsa undaqda manda natija chiqadi degan chaqda 要是 A 就 B yoki bo'lmasa 要是 A 那么 B deymiz. Agar manda agar A bo'lsa unda bo'lsa B degan natija ko'rinadi deganni bildirdi. Masalan, agar sen bormisan, emas kim boradi? 要是你不去那么谁去? undaqda shunaqo, 要是你不去那么谁去? undaqda kim boradi? 然后再比如agar sen oliy maktabga o'talisan apangizning kasali cho'qim o'ngishilib ketadi desak, agar siz oliy maktabga o'tab ketsangiz apangizning kasali cho'qim o'ngishilib ketadi desak, 如果你考上了大学，你妈妈的病一定会好。如果你如果deyman我要是 desak bo'ladi, 如果 desak bo'ladi. 就像我刚才说的呢，这个如果和要是ikkisini nima dedik almashtirib ishlasak bo'ladi dedik. 要是 ig'iz tiliga texmi yaqinroq. 那 hozir dedik 如果你考上了大学，你妈妈的病就一定会好的。那不能够biz 要是 ni ishlasak bo'ladi. 要是你能考上大学，要是你考上了大学都可以啊。要是你考上了大学，你妈妈的病就一定能好。要是你考上大学，你妈妈的病就一定能好desak bo'ladi. Agar siz boshqalarni hurmatlasangiz, boshqalarmi sizni cho'qim hurmatlaydi desak, 要是你能尊重别人，别人就一定会尊重你。或者那么的 ishlasak bo'ladi. 要是你能尊重别人，那么别人也会尊重你。那么别人也会尊重你 desak bo'ladi. Ishqilib 要是什么什么就什么什么deganimiz, agar mundaq bo'lsa undaqda mundaq bo'lib mangadi. 然后呢 kitobdagi misolga qarab baqsak, 明天要是下雨, erta agar yomg'ir yig'ib qolsa, paraz nima? Yomg'ir yig'ib qolish. Erta agar yomg'ir yig'ib qolsa, 那我们就不出去了. Undaqda biz sirtqa chiqmaymiz. 那我们就不出去了. Biz sirtqa chiqmaymiz. Natijasi sirtqa chiqmaymiz. Ikkinchisida, 昨天你要是来这儿, tunigun siz agar bu yerga kelgan bo'lsangiz, 或者说 tuniga agar siz bu yerga kelgan bo'lsangiz, 就能看见他了.
uni ko'ralaytdingiz， 就能看见它了。那paras siz kelgan bo'lsangiz qanday natija chiqdi uni ko'ralaytdingiz。Üçüncüsüde,你要是不想今天去 agar sizniki bugun bog'ingiz bo'lmasa 那么就明天去吧。Undaqda ati bering. Bugun bog'ingiz kelmasa undaq bo'lsa ati bering. Na paraz nima bugun bog'ingiz kelmadi. Na natijasi-chu ati bering deydi. Na 再比如说啊，要是agar men sana yordam qila olgan bo'lsam, men hargiz yordamimni ayamaydim degan bo'lsa， 要是我能帮助你，我就或者要是我能帮助你，我就会尽全力的。要是我能帮助你，我就会尽全力的。desek bo'ladi。然后呢，这个是要是什么什么就什么什么。要是deganimizda， 它就表示 agar bu bir paraz bo'lib mangdi va agar opam yonimda bo'lgan bo'lsa qanday yaxshi bo'ladi desak， 要是妈妈能在我身边，那该多好啊！要是妈妈能在我身边，那该多好啊！desak bo'ladi va， 这是要是。那第二个呢？为了什么什么什么，为了什么什么，这个为了它表示的是什么呀？他说为了中的为了表示目的啊，bu maqsadni ko'rsatib beradi. Nima uchun deb qo'yamiz, ma'no uchun, aning uchun, yana bir nima uchun deb turib o'zimizningki maqsadimizni degan chaqda 为了 deymiz. 可用在第一分句 birinchi tarmoq jumlaga qo'ysakmi bo'ladi, 也可用在第二分句。那 ikkinchi tarmoq jumlaga qo'ysakmi bo'ladi. Ikkinchi tarmoq jumlaga qo'ygan vaqtimizda munda qilishim ma'no uchun deb turib 是为了 deymiz. 干什么什么什么事情是为了，那就是说为了呢就munda ishlatamiz. Ma'lum bir maqsadga yetish uchun biz doim bir ishlarni qilamiz-ku. Na ma'no uchun munda qildim desak 为了什么什么，那我做了什么什么什么， keyingi qilgan ishlaringizni desangiz bo'ladi. Maqsad bu maqsadga yetish uchun munda ishlarni qildim. 为了什么什么 past， 然后nima ishlarni qildingiz. Yana birsiga mushu qilgan ishlaringizni avval deysiz. Bu ishni nima uchun qildingiz? Buniki mushu ishni qilishdagi maqsadingiz shu 为了是为了什么什么什么deysiz. Na meniki munda ishlarni qilishim 是为了ma'no uchun degandek. 这个为了它是什么呀? Uchun degani bilan bu maqsadni so'zlaydi. Hisobda 是一个要得到的，是 erishmoqchi bo'lgan bir natija. Maqsad deganimiz shu ashu maqsadga yetsamki degan gap. Ya'ni shu natijaga yetsamki degan gap. Nima bu niliqi 因为 deymiz. 因为deganimiz u sababni so'zlaydi. Ma'lum bir ishninki sababini, bu ma'lum bir ishninki mushu maqsadini oxirida yetmoqchi bo'lgan shu nishonini so'zlaydi. 这两个不一样啊, ikkisi o'xshamaydi. Masalan, imtihondan o'tish uchun saboqdoshlar har kuni soat 2 gacha o'rganish qilyotdi desak, nima bularningki maqsadi nima? Bu 2 gacha o'rganish qilganning sababi nima desak bo'lmaydi. Engashi maqsadi o'sha nishonga yetmoqchi, bu natijaga yetmoqchi. Qaysi natijaga? Imtihondan o'tish degan natijaga. Shu vaqtida 为了通过考试， 同学们每天学到2点钟。为了通过考试， 同学们每天学到2点钟 desek bo'ladi. Yana masalanga我们再讲一个这个，比如说 balamni oliy maktabda o'qitish uchun men 或者说 bu ana burmuncha yil hamma yerlarda shu ishlayotdi, ta'gun qilyotdi degan bo'lsa, 为了供孩子上大学啊，为了供孩子上大学，这位母亲到处打工，这位母亲到处打工 desek bo'ladi. 然后再比如说，大学毕业以后，这个 maktab bitagandan keyin 我呢想报考研究生，men aspirant o'qimoqchi. Aspirant o'qish uchun men qanday qilishim kerak?
我得努力学习，勤奋学习，对吧？那我说مثلا我小王دیگه مسقط bu آدم呢，那我们就说毕业以后，或者说为了为了这个毕业以后报考研究生，为了毕业以后报考研究生，小王每天勤奋学习。小王每天勤奋学习desek bo'ldi.那bu小王niki maqsadi nima? Shu aspirantlikqa o'qish. Na agarda bu ilaqi 是为了deb turib so'zlagan bo'lsak, 是为了deb turib veylani keyiniga aytsak. Na masalan, mening bundaq tirishib pul tepishimdagi maqsad bo'lsa nima desak, bir o'zimga tava bo'lgan uy sotib olish desam, 我这样努力赚钱是为了买一所属于自己的房子。我这样努力赚钱是为了买一所属于自己的房子。那咱们呢来看一下这个地方的这个例句啊。为了学好国家通用语言文字, bizniki mushu davlat o'rtaq til yezigini yaxshi o'rganish uchun Alimu 请了一位老师. Alim bir muallimni taklif qildi. Alimu 请了一位老师. 第二个呢就是是为了 degan majumlaga. 那这个 alimniki maqsadi nima? Maqsadi nima? 是 davlat o'rtaq tilini yaxshi o'rganish. Na bu nima ish qildi buning uchun? Muallimdan birini taklif qildi. Almashtirsak, muallimdan birini taklif qildi. Nima maqsadga yetish uchun? Mana uchun degandek. 那下面就是阿里木请了一位老师，是为了学好国家通用语言文字啊。这个是这个。会了吗，同学们？o'zingizniki maqsadingizni mundaq qilish uchun, anda qilish uchun va munda ishlarni qildim desak, 为了什么什么怎么样 desak bo'ladi. Mushu sen uchun men barlig'imni bag'ishladim desak, 为了你我付出了一切，为了你我付出了一切 degandek. 好，那接下来呢，我们来看一下第三一个重点，瞬间我们的这个语法点重点里面，语气助词了语气助词了。那语气助词 deganimiz 就是 indoneziyalik so'zlarida bu了 nim bo'ldi? 用在句末 jumlaningki eng oxiriga kelyotdi. Jumlaningki eng oxiriga kelib 表示nimani ko'rsatib berdi desak, 情况的变化或新情况的出现. Na ahvolniki o'zgargani yoki bo'lmasa yangi ahvolniki paydo bo'lgani. 那就是说 了 degan bu so'z naga kelgan chaqda, jumlaningki eng oxiriga kelgan chaqda qanday ma'nosi bor ekan desak, mushu ahvolniki o'zgargani yoki bo'lmasa yangi bir ahvolniki paydo bo'lganini ko'rsatib beradi ekan. 语气助词了，这个有没有问题呀？那比如说 uning qaytib keldigan vaqti bo'ldi, qarong'i tushdi. 那他该回来了，天黑了，天黑了。那这个时候的天黑了, kun qarong'i bo'ldi. 那就是说 buningda nima o'zgaryapti desakchi, bayam texi kun tishi yo'riqdi. Hozir qanday bo'ldi? 天黑了，那就是qarong'i bo'ldi ya, qarong'i bo'ldi. 然后呢，再比如说kunda aytganda bizni qo'pqizdi-ku uydagilarimiz, opamiz bo'lib, qo'pa tush bo'lay dedi. 那么这个时候意思就是什么呀？这个 vaqt ma bir yerga yetdi demakchi. Ya'ni mushu tush degan ma vaqt bu bir xil yangi vaqt ilaqi 一个新的情况的一个新的情况发生了。那比如这个不能你们该起床了都快到中午了，该起床了，都快到中午了desek bo'ladi. Andan keyin yana maslanga necha kun ko'rishmasak, voy siz o'ruqlab qolibsiz desak, 几天不见
你瘦了。那就是aldıda normaldınız, hazır oruqlap qapsız. 你瘦了 özgerdi, 有变化。几天不见，你瘦了啊。Bu işte u bilip qalsa biz tügüşümüz. 那这个时候的这个了就表示一种新情况，是吧？ yeni bir xil ahval. 这件事情要是他知道了，我们就完蛋了。要是deganimiz aldidagisi. Agar u bilip qalsa, 是吧？这件事情要是他知道了，我们就完蛋了 deganday. Andan keyin oliy maktab o'qigandan keyin u o'zgarib ketdi desak, 上大学以后他就变了。上大学以后他就变了。那 o'zgarib ketdi 就是一种 yeni bir xil boshqacha bir odam bo'lib qoldi degandagi. 那这些了呢都表示这个新情况的发生。很多同学nurg'un saboqdoshlar bu l deslamchiyligi harakatninki putganligi deb tushunilgan saboqdoshlar jiqroq ekan. Amaliyotda 我以前可能也说过deb baqqan bo'lishi mumkin. 它不光是一种新情况的出生. Hozir mana bu 4-sudimi yana boshqacha bo'lgan bir xil l-ninki ma'nosini deb o'tamiz. Hozir miyada asli bu l-ninki 5 xil ma'nosi chiqadi. 5 xil ma'nosi. Hozir miyada o'rgangan birisi qaysi bo'ldi? Shu jumlaninki eng keyniga kelib bir xil ahvolninki o'zgarganligini ko'rsatib berdi. Xo'ja shu yangi bir xil ahvolninki paydo bo'layotganligini ko'rsatib berdi. Masalan, mana kitobdagi misolga qarab baqsak, 秋天了，天气凉了，秋天了. Kuz keldi. İlk kunlarda tehi yozdi, endi kuz bo'ldi, o'zgardi. 秋天了，天气凉了. Havo sugudi. Havo sugudi bo'lsa, uning oldida issiqdi, hozir sugudi o'zgardi. 天气凉了. Bu yerda 天气凉 deb turib qo'yib qo'ysak, 天气凉了 bilan ikkisi ikki ma'noda. 天气凉 bo'lsa, bugun havo sovuq ekan degan ma'noda chiqadi. 天气凉了 bo'lsa, havo sugudi degan bo'ladi. Ikkinchisi, 现在他的病已经好了. Hozir uning kesili saqaydi. Hozir uning kesili saqaydi. Oldida saqamasdi, 现在好了 saqaydi. 他的病已经好 bo'lsa, uning kesili yaxshi bo'lib qoladi. 好了 bo'lsa saqaydi bo'ladi. Shuning uchun bu l-ninki bu yerda boya yo'qligi 非常的重要. Ma'nosi biraqlab o'zgarib ketadi. Jo masalanga siz semiz desam, 你胖 siz semiz. Samirib qapsiz, 你胖了. 你胖了 就是uning oldida bundaq qilmasdingiz, o'zgarib qapsiz degan vaqtimizda 你胖了, 对吧? Oqirib qapsiz jumi desam, 你白了, 你白了. Buning kendiki l yo'qib qolsa, 你白 degan bu so'zning ma'nosi siz oq. 你胖ning ma'nosi siz semiz. Boshqalarga 你胖 desangiz, nima deydi? Men bo'lsam-chi, 关你什么事 deymaychiqim. Sizning nimkoringiz, 有没有让你背着我? Meni siz judoamisiz ya deb turib cho'qim qabulaydim.你胖了 degan bo'lsa, agar birisi menga samirib qapsiz desa, 就是最近休息的不太好, 总是熬夜. Shu yaqinning yaqi to'limishi kechdi yaxshi uxlay olmay 胖了. 这个意思完全不一样. Jumuh saboqdoshlar. Andan keyin uchinchisida 现在11点50了. Hozir 11dan 50 o'tdi. 要下课了. 这个 darsdan tushayli dedik. Darsdan tushmoqchi endi bir xil yangi ahvol paydo bo'lmoqchi, yuz bermoqchi demoqchi. 好，那这个了的这种用法会了吗？用在哪里呀？Cümleningki eng keyniga keladi. Mushu mundaq bo'lib ketibsiz, anda bo'lib ketibdi deb turib ish qilib uning oldidagi ahvolga o'xshamay o'zgarganli bo'lsa, video eng keynisiga men l qitishni unutib qolmang. 再比如呢，再来我们再看一下啊，这个uchinchisi tugidi. Endi nega qarab boqamiz 5-siga, 4-siga.
了什么什么什么就啊，了什么什么就。他说表示两个动作连续发生。第二个动作紧接着第一个动作嘛。birinci hareketning keynidila shu zaman yuz berdi demekçi. Mında bo'lsa mındaq bo'ladi, ma bo'p bo'lgandan keyin mındaq bo'ladi deb demekçi. 那这个地方，那我再说一下，这个了什么什么就什么什么的演讲的就不，我的句应该是一种什么样子的关系的噻？就一种顺承的关系，就是说。Ma aldıda bir hareket, keyinde bir hareket var. O birinci hareket, ikinci hareket desek ya. Ma birinci hareket yüz berip bulapla, ma ikinci hareket yüz berdi. Hem de ma birinci hareket yüz berip bolgandan keyin andın ulap ikinci hareket yüz bersi buludu. Bu degan gap ikinci hareket avval yüz berip andın birinci hareket yüz bersi bolmaydı degan gap. Tushundingmi? Inga tingdinglar. 是iki hareket var, bu了什么什么就什么什么了，就什么什么degan chaqda. Birinci hareket yüz berip bo'lgandan keyin andın ikkinchi hareket yüz berdi. Masalan, ko'rikdan o'tib elibla yüz o'rsangiz bo'lmaydi desak, ko'rikdan o'tish birinchi hareket, yüz o'rish ikkinchi hareket. Biz ko'rikni o'tab bo'lib yuz o'ramdik yoki avval yuzni o'rib etib andan keyin ko'rikdan o'tamdik. Yuz o'rib bo'lgandan keyin ko'rikdan o'tamay qolamizmiki? Shuning uchun mashqi harakatninki o'rni almashib qolsa bo'lmaydi, almashib qolsa bo'lmaydi. U vaqtida buni biz nima deymiz? 我们不能过了桥 那了ning o'rnida ekan, 过 ya'ni pilning keynida. 我们不能过了桥 Mushu sim chiqib bo'lgandan keyin 就 deymiz. 就 翻脸不认人. 我们不能过了桥就翻脸不认人. 然后再比如 men ishimni bijirib bo'lgandan keyin qaytib kelib sizga hamroh bo'lay. Men ishimni bijirib bo'lgandan keyin qaytib kelib sizga hamroh bo'lay. 我办完了事就回来陪你。我办完了事就回来陪你。那么在这个地方也是avval ish bijirman, ondan sizga hamroh bo'laman. Men sizga hamroh bo'lib, anandagi ishni bijirman demadim. Juma, ham undaqmi bo'lmaydi.然后再比如说, bu pulni eliblam qochmoqchi bo'layotamsiz? Pulni eliblam qochsangiz qanday bo'ladi desak, 你怎么能拿了钱就想跑呀？你怎么能拿了钱就想跑呀？ desak bo'ladi. 这个是老师举的例子啊，那咱们来看一下书上的 kitobdagi misolga qarab baqsa. 我下了课 men darsdan tushsam 给他打电话 uningga telefon qilaman. 我下了课 就给他打电话. Men darsdan tushsam uningga telefon qilay degandagi. Ikkinchi ma'noda birinchi harakat nima? Darsdan tushish, ikkinchi harakat uningga telefon qilish. İkincisi, 明天我吃了早饭就去找你. Erta men nashta qilib bo'lablam sening yoningga boraman. Erta nashta qilib bo'lablam sening yoningga boraman. 这个 birinchi qilgan ishi nashta qilish, ikkinchi qilgan ishi sening yoningga berish. 在这个地方 了ning o'rnida pilning keynida 下了课 degan ism 下 degan动词能看的下了课，然后就怎么样，吃早饭了，阿玛三吃了早饭就怎么样。马上是这个动词是吃，早饭这个那么sim，是那个了动词能看的kelish kerak。tugabdi saboqdashlar, tushundikmi? Amsa mushu misaldagi cümlelerni bir o'qib etamdi. Azroq esimizda qolsinmi? Hisob. 明天要是下雨，那我们就不出去了。明天要是下雨，那我们就不出去了。昨天你要是来这儿，就能看见它了。
昨天你要是来这儿，就能看见它了。你要是不想今天去，那么就明天去吧。你要是不想今天去，那么就明天去吧。为了学好国家通用语言文字，阿里莫请了一位老师。为了学好国家通用语言文字，阿里莫请了一位老师。阿里莫请了一位老师，是为了学好国家通用语言文字。阿里莫请了一位老师，是为了学好国家通用语言文字。第三个语气助词了，秋天了，天气凉了。秋天了，天气凉了。现在他的病已经好了。现在他的病已经好了。现在11点50了，要下课了。现在11点50了，要下课了。了什么什么就什么什么啊！我下了课就给他打电话。我下了课就给他打电话。明天我吃了早饭就去找你。明天我吃了早饭就去找你。好，那亲爱的同学们，今天的内容呢就差不多了啊，我也讲完了。那接下去应该就是整个课文我们都学完了啊。那后面你就要把后面的这个任务大盘点做完，下一节课的时候，老师呢再来给你们讲，好吗？那好，那我们今天的课就先上到这里，我们下一节课